Agar politsiya xodimlari telefonni ko'rsatishni talab qilsa, nima qilish kerak? Videoni saqlab qo'ying va yaqinlaringizga yuborishni unutmang. Telefon tarkibini ko'rsatishni talab qilish noqonuniy hisoblanadi. Hattoki siz telefonda shubhali narsa yo'q deb o'ylasangiz ham, shaxsiy yozishmalar va fotosuratlarni ko'rsatish har bir insonga yoqimsizdir. Qaysi qonun qoidalar sizni rad etish imkonini beradi? Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasining 23-moddasi va Jinoyat protsessual kodeksining 13-moddasi, ya'ni 13-moddasida yozishmalar sirini faqatgina sud qarori bilan buzish mumkin. Shunday hollarda telefonni tekshirish uchun sud qarori bor yo'qligini so'rang. Agar u yo'q bo'lsa, siz hech narsani ko'rsatmaslik huquqiga egasiz va bu sizni qonunni buzganingizni anglatmaydi. Ushbu holatlarda faqat sinchkovlik bilan tekshirish va 3 soatdan ba'zan ko'proq muddatga ushlab turish bilan tahdid qilishi mumkin. Kamdan kam hollarda ular sizni qonuniy buyruqqa bo'ysunmaslik uchun jalb qilishga urinishlari mumkin. Lekin bunday qarorlar noqonuniy hisoblanadi va bunday hibsga olish va sizga nisbatan qabul qilingan qarorni sud orqali bekor qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizni hibsga olishsa, hech ham qarshilik qilmang, aks holda siz vaziyatni yanada yomonlashtirishingiz mumkin. Xotirjamlik bilan barcha protokollarni rasmiylashtirishini talab qiling.